Sen avvallari ham shunday degansan. Lekin bu sen uchun nimani anglatadi? Buni so'z bilan tushuntirish qiyin, lekin men tushuntirishga harakat qilaman. Shunchaki seni harakat qilayotganingni va shu sababdan ham azob chekayotganingni ko'rib, men juda xafa bo'laman. Va aynan shuning uchun ham seni yolg'iz tashlab keta olmayman. Dattibaya. Hozir esa butun tanam og'riyapti. Men esa bu bilan hech narsa qila olmayman. Voh, Jinurgar. Naruto. O'sha paytlarda sen yolg'izlik tuyg'usini his qilganingni bilaman. Hamma seni chetlab o'tardi. Xuddi meni so'nggi Uchihani chetlab o'tishganidek. Sen ataylab bezorilik qilarding seni urishlari uchun. Va bularning bari senga e'tibor va mehr yetishmaganligi sabab. Avvaliga seni qo'lidan hech narsa kelmaydigan kuzatar ekanman. Negadir men bir narsani o'ylab qoldim. Nahotki Narutoning kuchsizligi menga juda katta ta'sir ko'rsatyapti. Ana shunda seni har doim takror va takror ko'rishni boshlaganimda, men sen haqingda yanada ko'proq o'ylar edim. Odamlar bilan aloqani tiklashga urinishing menga o'z oilamni eslatib yuborardi. Men ancha yengil tortar edim. Lekin bir paytning o'zida buni kuchsizligim deb hisoblar edim. Lekin baribir shuning uchun har safar azoblanishimni ko'rganimda, men ham bu og'riqni his qilardim. Va nihoyat, hislaringni tushunishning boshqa tarafdan esa seni tashlab keta olmasdim. Chunki tobora kuchayib bormoqda eding. Kuchlaringni oshishini ko'rib, men seni ulardim. Hatto g'alat ham bo'lib ketardim. Ammo men kelmadim. Men senga havas va hasad qilardim. Va shuning uchun ham sen mening asosiy raqibimga aylanding.